biz har doim internetga aytganmiz, bosh to'lov iloji bor, lekin qilib bermaymiz. Bankdan qarz katta bo'lib ketadi, asab fikr. Xo'p, ana shu 18 mashinalar, avtomat mashinalarni ham qilib bo'lmaydi. Lekin kimgadir qiziq bo'lsa, bu mashinaning narxi 100 million so'm. Kirashinni, probeklari qaytgan 1 milliondan chiqarib bersin ham o'sha oylik to'lovni to'lolmaydi. Chunki qarang, bitta mashinaga har oy 2 million xarajat qilsa, Tan bahosi 93 million so'm. Tayyori. 20 million 500 mingga chiqibdi, 2 million 700 mingdan oylik to'lov chiqadi. Mana kecha ham keluvdilar, olganlar bilan. Kecha Nexia 200 ni hisobladik, to'g'rimi? Yana bitta Nexia kelib keldi. Qarshi nechta avto kredit bo'lsa hammasini bilasiz, qanday ishlashni. Men 22-23 ko'p so'rashadi mendan. Shuning uchun shunaqa ko'p so'raladigan mashina ko'rsatib o'tib ketaman-da. Avtobusda qimirlagan, lekin menga eski narxga turibdi hali. Sizda eski narxda kecha yakshanba Toshkentda edik. 12600 deb turgan Cobaltda 13300 gacha turibdi. Lekin menga eski narxga shu kuni. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek Panishir. Osiyo avtokreditdan yangi video kutganlar uchun hozirgi videomiz Osiyo avtokreditdan bo'ladi. Bugun 30-iyun hafta kuniga dushanba. Manzilimiz Qarshi shahar Nasaf avtomobil bozoridan shunday o'tganlaringizdan keyin to'g'risida joylashgan. Video obzorimizda bugun Ismoil aka bilan birgalikda boshlaymiz. G'anishir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismoil aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. G'anishir o'z Osiyo avtokredit kuzatuvchilari, musofirdagilar. Shunday. Qarang, bo'lmasa bugun mashinalar ko'rsatamiz, yangilardan sotilganlarni ko'rsatmaymiz. Chunki hozir soat ham 4 bo'lib qoldi. Shunday. Ertalar obzor yozib qo'yishgan, siz bilan har doimgidek kutib qolamiz. Ko'p obzordagilar sotilib ketdi. Surxondaryodan, Buxorodan, hamma viloyatdan, o'zimiz Qashqadaryodan sotilyapti. Trading xizmat ishlab turibdi. Eski mashinalarni olib kelib, bizga olib kelishdan oldin bozorga yo bo'lmasa bitta ikkita joylarga narxlatib, olib kelib, boshlang'ich to'lovlarga hisoblattirib olsa bo'ladi. Qolganini qo'ldan bersa ham bo'ladi. Qarang, bugun oxirgi kun 18-19-yil mashinalar bank уже olmaydi. Bugundan o'tgandan keyin. 18-19. Hech qayerda olmaydi. Olmaydi endi. Qanaqa bank? Faqat endi mana foizi katta banklar olishi mumkin, biz u banklar bilan ishlamaymiz. Biz masalan mikroqarz, ikkilamchi, o'shani ham foizi kamlardan qilib beramiz-ku. O'zi har doim naqd tarafdoriman. Mikroqarz ham bermayapti. Mikroqarz ham bermaydi. 20 dan yuqorisi endi ertadan shunaqa tartib bo'ladi. 18-19 уже atmin qildi. Bular endi faqat naqdga sotiladi. Mana misol bugun kelgan mashinalarim iloji yo'q. Buni ertaga masalan bugun ulgurib bo'lmaydi. Soat 5 dan keyin ba'zi yopiladi. Soat 4:30, 4 dan o'tibdi. 4 dan o'tadi. Lekin mana shunday avtomat korobka masalan bir ko'rik yurgan toza mashina masalan mягкий balon qo'yilgan, video registrator, polik chexol. Ana shu 18 mashinalar avtomat mashinalarni ham qilib bo'lmaydi. Iloji yo'q endi. Lekin kimgadir qiziq bo'lsa, bu mashinaning narxi 100 million so'm. Kraska top toza 18 mashina. 18 avtomat. Kimdir aytadi, tan narxini aytib boringlar deb. Endi misol tariqasida aytaman, ertadan bu mashinalar ham chiqmaydi. 20 bo'lsa chiqadi. Endi faqat 20 dan tepasi chiqadi. Bizga sizni podpischiklaringiz, bizga keladigan ko'p mijozlarimiz bo'lib to'lashga so'raydi. Endi naqd pul hamma ham yo'q. Hamma ham o'yya 100 million, 150 million naqd pul bilan o'tirmaydi. To'g'risida endi hammani ham ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor, kimdir kontrakt to'laydi, kimdir uchastka qilaman deydi. To'g'risida. Shunday. Qanaqadir boshqa dardi bor. Men ko'p aytaman-da hazillashib, bizga puldor kelmaydi, puldor yo'lni betiga Kia avtosalonga yuriydi ular. Yoki havalga. Havalga, misol 500 million, 600 million, 1 milliardlik mashina u. Bizga shu joydori 90 million, 100 million, 120 millionlik mashina. Qimmat Gentra bo'lsa 200 million. Qarang, Damaslarimizni ham narxini tushirib yozganmiz. Misol, mana 25 pachka Damas. Avtosalonga 97 million so'm. Olgan odam ham misol olsa 97 millionga olib 4 million 500 mingga nomer to'qadi. Shunaqa. 101 million 500 ga chiqadi. Yo'q, bizga bu mashina 97 million. 97 million. 97 million so'm. Xohlasa birlamchi avtokredit mavjud, 0% foiz qo'shilmaydi. Foiz qo'shilmaydi. 50% ni boshidan kirim qilasizlar, qolganini 22 oyga befoiz to'lab berasizlar. Mashina tanini o'zini. Damas kombi va Damas kombi, Damas van, Labodan tashqari.
Labolarniki birlamchi qilsak bo'ladi. Faqat Foizli birlamchi. bo'ladi, ustama qo'shiladi. Bu Damas'imizda 2025 Damas'imizda 18 million bilan chiqarib beraman. 18 million bilan chiqarib beraman. 2 million 900 mingdan oylik to'lov chiqadi. 1 yildan 5 yilgacha, 2025 da 5 yilgacha hisoblangan. Xohlasa 17 millionga ham chiqarsa bo'ladi. 2 million 950 mingdan chiqadi. Bu 2 million 900 dan chiqyapti 5 yilga. 5 yilga. Endi ko'p kuzatuvchilar kelyapti. Men endi to'g'ri negativ har doim bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi, bizdan keyin ham bo'ladi, bizdan oldin ham bo'lgan. Internet yo'q vaqtda ham negativ bo'lgan. Endi mana ularni ham bor yaxshi. Tanqid borki, liboy kishini o'zgaradi. Masalan, siz bilan men muomalamiz noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, kimdir o'sha gapni yozsa, o'shani to'g'rilashga harakat qilamiz. Shunaqa. U yaxshiligi. Yaxshi tomonini ko'rish kerak hamma. Kimdir meni yomonlamaylar. Значит, sen noto'g'riroqdirsan, sen haqingga yomon narsa yozishadi. Xudoga shukr o'qib turaman, hech ham davolanma hech. Qarang, bo'lmasa kamroq gapirib, ko'proq ko'rsatamiz. Labomiz bor, labomiz tayyor. O'tkali. Bu yoqqa o'tib olaylik. Mana. Labomiz mana 150 ming yurgan 22 metan. Metan. Tan bahosi 93 million so'm. Tayyori. Tayyori. 20 million 500 mingga chiqyapti. 2 million 700 mingdan oylik to'lov chiqadi. Xohlasa 17 millionga ham chiqarib beraman. 17 millionga ham chiqadi. Lekin 3 millionga yaqin chiqadi oylik to'lov. Birodarlar. Uni to'g'risini aytish kerak. Yana bir ikkita Damas ko'rsatamiz. Damasda ko'p ekan. Ha, Damas ko'p. Avtosalonni ham ko'rsatib ketasiz. Liboy qarshidagi diler avtosalondan, misol mana shu labochkada laboni ham birlam chiqib beraveramiz. Damasni ham o'tda Cobaltlarni ham qilib beramiz, ha. Tak, 23 metan 26 ming yurgan kraska top toza. Fabrika bunaqa ko'p emas ekan. Shunday 15 million pulga chiqib ketadi. 15 millionga Ha, chiqadi. 2 million 700 mingdan oylik to'lov. 2 million 700. Xohlasa 1000 dollar bilan kelsa unga ham chiqarib beraman. Uni ham yo'li bor. 1000 dollar demaymiz, so'mga gapiramizki, biz 13 million. shunday kelishib olganmiz. 12 million 500 ming so'm. 12,5 millionga Ha. chiqadi. 12 million 500 ming so'm. Hozir mana bu yoqqa yana bitta Damasimiz turibdi, uni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qisqasi hozir yana bitta Damasimiz turibdi bu yoqqa, 21 Damasimiz, u ham tayyor, metallar qo'yilgan. Metallar qo'yilgan. 17 million 500 ga 2 million 400 mingdan chiqadi. Bu yoqdagi ildedagi Damasimiz. 5 yilga. 5 yilga. 15 millionga ham chiqarsak bo'ladi. Xo'p. Damaslar ko'p, Damaslarda muammo yo'q. Damasdan muammo Damas, yo'q. Labo. Hozir bitta yana bitta Nexia 3 ko'rsatamiz. Yili nechida aka? Endi bundan keyin 20 dan balandni ham o'rganavering. Yili balandrog'ini ko'rsatishga harakat qilamiz endi. O'shanga qarab ishlaymiz-da. Ogalab olib qoldinglar past. Ha. 2022-23 qora radnoy mashin, metallar qo'yilgan, salonlari ham zo'r. Mashina tonirovka, avtomat. Avtomat korobka, metan ustanovka qilingan. Kimgadir qiziq bo'lsa 22-23 bu. 22-23, 28 million 600 mingga chiqib ketadi. 4 milliondan oylik to'lov chiqadi. Buniki 4 milliondan. Ha, 24 millionga ham shuni chiqarsa bo'ladi. Hayot bankdan faqat. Qarang, bo'lmasa, Gentralarni bir ikkita ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu turish, keyin Cobalt ko'rsatamiz. Shu to'g'ri kelgan yo'limizdan chiqqanini ko'rsatib ketaveramiz. Asosan Gentra va Cobalt. Faqat Azim aka indamaymiz. Toshkentda videolarga chiqib. Instagramdan yo'q-a? Ha? Qarang, 22 Gentra mexanika, plus variant sidin abagrev, to'rtta yumshoq balon. Ha. Mashinamiz ABS holati zo'r, ABS hamma narsasi bor. Gentramiz 25 million pulga chiqadi. Oylik to'lov 4 milliondan yuqori chiqyapti. Xohlasa, endi buni yana ham kamaytirsa bo'lar, o'z boshi fabsheta bilan bosh to'lovsiz deb ko'p kishi kelyapti, biz bermayapmiz. Bosh to'lovsiz. Lekin iloji bor, aka, bosh. Iloji bor, lekin biz har doim internetga aytganmiz, bosh to'lovsiz iloji bor, lekin qilib bermaymiz. Ha. Bankdan qarzi katta bo'lib ketadi, asatga kredit. Bundan ko'ra mana 25 million to'lov qilib olishsa, 4 milliondan yuqori chiqadi oylik to'lov. Xohlasa shu mashinaga metan ham qo'yib berishimiz mumkin. Metanni ham iloji. Mana misol, mana o'tgan safargi video mana mashina qo'yildiki.
Gentra 19. Oq. Kuzov 20, oq. Benzinga edi bu. Ha. Bilsangiz benzinga edi. 120 million mana operator boya senlikni ko'rsatsin. 120 million so'm. 120 million so'm. Buni endi metan ichiga qilib, bonusiga metanni qo'yib beramiz. Narxi shundan necha pul bo'ladi aka? Narxini ham endi el qatori agar skidka qilib beramiz. 118 qilib beramiz. Ha, metan qo'yilgan tayyor holida. Yana metani bonusiga ketadi. Tanadan 2 million o'tib beramiz. Buni keyin qarang 19 da bugun oxirgi kun o'tsa o'tib ketdi. 22 million pulga u chiqadi. 3 million 850 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. 4 yilga. Bu Gentra kraska toza. Ikkita kalenkasi, kraskasi bor. Endi tosh otadi. Ertaga ham iloji yo'q. Endi videomiz bugun chiqquncha kech bo'ladi baribir. Endi meni qo'limga bo'lsa, buni men har doim 2015larni ham beryapman. Meni qo'limga emas-da. Arzonroq qilib. Ha, tartibni chiqaradi, biz o'sha tartibga bo'ysunamiz. Agar kimgadir naqdga olmoqchi bo'lishi mumkin. Naqdga kelishtirib berasiz. Ha, bir 5-10 million puli yetmay qolsa, o'zimizga keyinroq bo'lib bersa ham mayli. Ha. Katta 100 summa. millionlab pul bo'lsa, Ha. Maqsad Gentra olishmi, Gentra olsinlar. Qarang, 2023 Darkman Blue Cobalt kuzov 24, 66 ming yurgan. Bu mashinamiz tak Cobalt 33 millionga chiqibdi bosh to'lov. Oylik to'lov 4 million 100 mingdan, qancha? ha, 4 million 400 dan chiqadi, 31 millionga ham chiqarsa bo'ladi, Hayot bankdan chiqadi. o'zgaradi endi oylik to'lov. Xuddi shunday. Qarang, yana bitta mashina ko'rsatamiz. Mana Cobalt 2022. 22 38 ming yurgan. Benzinda. Ha, men 22-23 ko'p so'rashadi-da mendan. Shuning uchun shunaqa ko'p so'raladigan mashina ko'rsatib o'tib ketyapman-da. Tak, 242 ekan. 26 million pul bilan chiqadi, 4 million 200 mingdan oylik to'lov chiqyapti. Agar yo'q, 26 million pulim ham yo'q deysa, 19 millionga ham chiqarib beraman. Xohlasa 19 million pulga ham olib chiqib ketsa bo'ladi. Endi bu hozir aytadigan to'lovlar ichida bo'ladi hamma narsa. Ha, nomer o'tish, sug'urta, Nomer taqish. ha, nomer toqish, taqiq qo'yiladi, bo'ldi, mashina bir kunga haydab ketadi. Ha. Qarang, kimdir endi yangilarni endi hamma narxini biladi. Qaysidir salonga bir 2 million arzon, qaysidir 2 million qimmat bo'lishi mumkin. 24, kuzov 25, texpasporti hisob bizga 2000 kilometr yurgan. Tan bahosini ish pul deysa, tan bahosi 158 million so'm. Qarang, 8 million. 25 million pulga chiqaramiz, 4 million 700 mingdan oylik to'lov. 4 million 700 dan yangi. Yangi. Xohlasa pachkalari bor, mana salon o'zidan ham olib chiqib beraveramiz. Ha. Salon. Cobalt ham muammosi desak bo'ladi. Cobalt ham muammo yo'q, xudo xolasa. Endi mana bir ikkita Gentra ko'rsataylik yana. Zeus Gentra ham bor mana. Zeus. Mana shu yerda endi qisqaroq qilib, tezroq gapiradigandirman balkim, uzr. Tezroq ana o'qilaylik deyapman-da, chunki Samarqanddan mehmonlar kelib, Surxondaryolik yosh balasi bilan kelgan. Ularni jarayonni tugatib beraverishimiz kerak. Hozir oxirgi jarayonga turibdi ular. Shunday. Tongozon kelib yotgan shu yerga. Gentra bez metallari bor ekan. Aha. Metan ustanovka qilingan, lyukli Gentra. 698. 18 million pulga chiqadi. 5 milliondan yuqoriroq chiqadi oylik to'lov. 10 ming probek bo'lgan. Anaqa probek ham anaqa ko'paymagan. 18 million pulga. 18 million. Bosh to'lovsiz chiqarsa ham bo'ladi. Yo'q, bosh to'lovsiz har doimgidek aytgan gapdan qaytmaymiz, chiqarmaymiz. 10 million pulga ham chiqarib bera olaman lekin. 10 million. Hech bo'lmasa 10 million kirim qilishsin-da. Ya'ni chiqarib beraman. Bosh to'lovga pul topolmagan odam oylik to'lovga haqiqatan mashinaga ishonib olish xato deb o'ylayman. O'tangizga rahmat. Ana shu tarafi ham bor. Mana Nexia 3. Propancha qo'yilgan. Tak, nomeri 186 ekan. 2020, bundan keyin eng eski mashinamiz 20 bo'ladi bizdan. 30 million pulga chiqadi, 3 milliondan oylik to'lov chiqadi. Xohlasa 3 milliondan sal yuqoriroq bo'ladi, 20 million pulga chiqarib beraman. Mexanikasi bor. Mexanika. 68 ming yurgan. Qanaqalari yozilgan. Tabletka propanlar qo'yilgan. Tayyor. Turbalon yangi.
Tayyor mashina. haydashga tayyor turgan ekan. Xuddi shunday. Bitta Spark ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Sparkda ham baletchiklari ko'p-da. Shu Spark ham zo'r mashina. Chopasavet. Sparkimiz 19 yili, 19. 19 million 500 mingga chiqadi, 2 million 800 mingdan oylik to'lov chiqadi. Tonirovkalar ruxsati bormi yo o'tgan? Bor. 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 Benzinda. Lekin bu kishi shu kun sotiladilar, ertadan narxga qo'yiladi bu kishilar. 19 ha aytgancha. 19 ha. bo'lgan ekan birodar. 90 million. Mana shunaqa yangilik, qarang. Bo'lmasa, G'anshir ancha mashina ko'rsatib tayyorladik, to'g'rimi? Hammasidan ko'rsatdik, ikkita Hammasidan. uchta qilib. 10x ko'rsatamiz. Shu bilan yakunlaymiz. Chunki hozir qarang, mana Nexia 2 yilli, bu kishilar ham ko'rsatadi. Necha yildan beri ko'rsataman deydi. Bitta 2009 Nexialari bor. Bitta 2015 Nexialari bor. Shularni narxlashim kerak, kraskalarini ko'rib, bularga bitta Cobalt, bitta Nexia 3 berishim kerak. Barterga hisoblab, to'g'ri. Ha, barterga hisoblab olaman-da. Chunki bu akalar borki, Qarshiya, Qashqadaryo, nechta ikkilamchi avtosalonlar bo'lsa, hammasini bilar bular. Hammasini bilishadi, ko'rishgan. Ha, hammasini. Aka, keling-da bu yoqqa 1 minut. Bu yoqqa 1 minut keling. Ya, bu yoqqa keling. Bo'lsa, mashinadan sizni arzon qilib bermayman, mashinangizni qimmat hisoblamayman. Qarang, aka. Mana necha yil oldin yangi ochilgan vaqtimiz ham keluvdiz, ha? Yashash manzilingiz qayerdandir? Nishondansiz, ha? O'zingiz ishlaysiz bu yoqqa, Gresga. Mana kecha ham keluvdilar, og'aynilar bilan. Kecha Nexia 200 ni hisobladik, to'g'rimi? Yana bitta Nexia 2 olib keldi. Qarshiya nechta avtokredit bo'lsa, hammasini bilasiz, qanday ishlashini. Nima uchun bizga kelapsiz? Shu ma'qul taraf bordir-da. Ha, bo'ldi aka, sizga yoqqan taraf bo'lsa bo'ldi. Bugun qarang, oxirgi kun agar o'sha Gentrani ma'qul kelsa sizga qilib beraman, bo'lsa bitta pachka Cobalt qilib beraman yo 22 Cobalt qilib beraman. Ha, sizda 7 ga YouTube'dan chiqasiz siz. YouTube'dan ko'rib borasiz karda. Endi sal yolibroq turdilar akamiz. Hamma joyda yana bu o'g'aynlari birga ko'rib chiqishgan. 20 million pulga chiqarib beraman. 12 millionga. 3-pozitsiyasi. Mexanikani eng full varianti desa, displeyli. Mexanikani oxirgi pozitsiyasi. 4 milliondan yuqori chiqadi. 20 million pulga chiqarib beraman. Xohlasa 18 millionga ham chiqarib beraman. 12 ham endi yaxshi mashina deb chiqdi. Ya, bu ham zo'r mashina. Vaqti Nexia 3 ta ham yomonlashaydi. Shunday. Mashina yomoni bo'lmaydi. Bo'lsa bo'ldi mashina. Ha, uni haydashga bog'liq, shopirga bog'liq. To'g'ri, endi masalan, buni turbinasini ko'pchilik salinchiroq. Bu atmosferniy motor. Gaz quysa bo'ladi. Endi iloji yo'q. Vaqti mana mashinaga ham Avio ekan, koreyskiy ekan, bizga Nexia 3 bo'lib chiqdi deyishdi. Qani shu mashina ham yo'q-ku, mana ishonchli qiladi. Cobaltda ham xuddi shunday. Yonboshga qarab suzay ekan, konservanka ekan, Nexia bilan vaqti oldidan handalay o'tsang chappa bo'lib ketar ekan. Endi o'sha 96-yildan gurungini aytaman. O'sha olgan odam haqiqatan masalan 12 haydab yurgan tanishlar bor, hech qaysi bir yomon mashina demadi lekin. Yo, mana bu arzon mashinalar turiga kiradi. Arzonlikni qanday bilamiz? Kiyalar bilan, boshqa inomarkalar bilan solishtirsak, bu mashinalar arzon bo'ladi. Buni minib hech bo'lmasa o'zini puliga sotadilar, mingani foydaga qoladi. Uni yarim narxga sotishadi. Undan lekin ancha skidga ketadi-da. 1 yil haydasa ham ancha arzon. Xuddi shunday. Qarang, bo'lmasa obzorni yakunlaymiz. Mana bu akalarga qarang. Shunday. Agar kimgadir nimadir qiziq bo'lsa, pastga nomer qoldirib ketadilar. Bemalol so'rab, pasportlaringizni tayyorlab, chiqadi yo chiqmaydi, yigitlar ko'rsatib ko'rib beradi. Faqat musofirga yurganlarning diqqatiga, ertalab 8 ga biz ishga kelamiz. Kechqurun 7-8 ga biz uy ketamiz. Kechqurun telefonni ko'tarmasa, kommentariya ko'tarmadi deb yozishmasin. Bugun o'zi bir 3 kishimi 4 kishi telefon qilishdi. Sizni nomeringizni ham berdim, telefon qilishgandir. Ha, qilishdi. Tusha olmayapmiz. Balki ertalab qilgandir, siz hozir qilib ko'ring, ishlashyapti dedim. Ya, ishlab baribir turibmiz. nomerlarini bering deshganda berdim. Ya, kelishdi ham mana. Endi balki birlanib qo'yishim mumkin. Moshin klientimiz yetarli, xudoga shukr. Yana ham kimgadir qanaqadir hisoblab berib foydamiz tegsa, kimdirgadir masalan aldanib qolishidan bir to'g'ri yo'l ko'rsatsa, biz xursandmiz. Shunday. Sog' bo'lasiz. Sizga rahmat Ismoil aka. Assalomu alaykum Akmal aka. G'anshir yaxshimisiz, zo'rmisiz? Assalomu alaykum G'anshir obunachilari. Ko'rmang. Shunchaki mana Obzorni qilib oldingiz. obzorni Ismoil aka bilan tugatib oldik. Meni ichkari odam ko'p. Har doimgi gaplashishimiz qiyin bo'ladi. 5,5 bo'ldi, bir amallab Kirib oldik. oldik.
Yangiliklar bor ekan. Yangiliklar bor. Yangiliklar ham yaxshi, ham yomon, har doimgidek. Endi Capital Bank ertadan 18-19 da olmaydi. 18-19-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Yo'q. Kredit qilib bo'lmaydi. Kredit qilib bo'lmaydi. Endi ammo vodiy taraqqiyotda mikroqarz qilib olsa bo'ladi. Keyin Hamkorbankdan 19 ga qanchadir, men endi kamroq bo'lsa ham pul beradi. Mikroqarz deydi uni ham. Bosh to'lov. Shunda bosh to'lov ko'proq bo'ladi, oylik to'lovlar lekin juda kam chiqadi. Endi o'zi imkon bo'lsa qani naqdga olishsa, imkon bo'lsa kreditni o'zim ma'qullamayman, bilasiz. Naqddan yaxshisi yo'q. Naqddan yaxshisi yo'q. Kreditga mashina sotuvchilarni любой ayta olaman. Men kreditni ma'qullamaydigan bitta sotuvchi men bo'lsam kerak-da. Kelgan odamga birinchi yomon tomonini aytaveramanda. Bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Chunki kreditdan bizga foyda yo'q-da. Boya Ismoil aka aytdilar-da, men bir so'm pulsiz ham chiqarib bera olaman deyaptilar. Lekin chiqarmaymiz deyaptilar. Bir so'm pulsiz ham chiqarsa bo'ladi. Bo'lmaydi emas. U qarang, har doimgi gapim. Bir so'm pulsiz chiqqandan keyin kredit oluvchi kredit to'laydimi? Kredit to'lash uchun mashina yaxshi bo'lishi kerakmi? Bir so'm pulsiz chiqaradigan любой gapira olaman. любой O'zbekiston territoriyasi ham mashina yaxshi emas uni. Krashinli mashina, ko'p yurgan mashina, o'zi kelgan mashina bo'ladi. Uni baland baholaydi-da, chiqarib beradi. Agar bir so'msiz chiqarib bersam, chiqarib bersin, 25 Damas chiqarib bersin, 25 Cobalt chiqarib bersin. Avtomat 2023-yil yurmagan Gentra'ni bosh to'lovsiz chiqarib bersin, odamlar baraka topib minsin. Qilib bera olmaydi o'sha narsani. Krashinni, probeglarni qaytgan 1 milliondan chiqarib bersin ham o'sha oylik to'lovni to'la olmaydi. Chunki qarang, bitta mashinaga har oy 2 million xarajat qilsa, 2 million xarajat qilguncha kamida bir 15 kun, 20 kun u mashinani hayda olmaydi hamda ustaxonadan. O'zi bu yoqqa kelib qoladi. O'zi oylik to'lovni to'lash vaqti kelib qoladi. Bo'sh uchun aytaman, har doim tanlov odamni o'zini qo'liga, tanlov deganga mashinani yaxshirog'ini olaverish kerak. Mayli 1 so'm, yarim so'm bosh to'lov ko'proq ketsa ham, zato mashinani zo'rini ola oladi u odam. 5 million, 4 millionga mashina bering demaslik kerak. 5 million, 4 millionga mashina bering desa, javob beraman, Toshkentdagi avtokreditchilar mo'yda yoqib tushadi. Anorbankdan hisoblaydi, tarsa baland hisoblaydi, qilaveradi, farqi yo'q. Lekin u bechora o'sha mashina bilan to'la olmaydi. Javob beraman, kommentariy ko'rib turganlar bo'lsa, yozsa, atvet qilib, o'shanda olganlar ham ko'p bo'ladi, to'la olmay yuribdi. Lekin 5 million, 10 millionga olgan bosh to'lovni. Arzimagan pulga olgan, lekin uni oylik to'lovi ham 6 million, 5,5 million, 6,5 million ancha chiqib ketadi. O'zi bitta videomizda o'zi yozgan edi. Men olganman. Hozirgacha shuncha qarz turibdi deb. Конечно, u o'sha 5 yillik oladida 2 yildan keyin charchab qoldimi, o'zi mashina charchagan bo'ladimi, u keyin nima qiladi? Mashina bozorga olib chiqadi, 100 million so'raydi, lekin mashinaning qarzi 150 million turgan bo'ladi. Beray qaytarib desa bankka, uni ham ilojisi yo'q. Hayday desa, buni ham ilojisi yo'q. Odam o'zini o'zi shunday tushkunlikka, qisqasi shunday o'zi cho'q qaziydi, o'sha yerga kiradi-da. Bunaqa narsa Akmal aka juda ko'p bo'lgan. O'zingizga Surxondaryolardan chiqib Toshkentdan olib keldi. O'zi shaqqalingizga ishlasini ko'rasiz. Men misol boyakbalarni ham qaytarib oldim, ko'rdingiz. 8 million pulga chiqarib bering aka, sizda aytsangiz hamma beradi. Yo'q, men ular aytsam beradi. Lekin u mashina bilan baraka topib ko'rdi, men aytdim, menga hayda olmaysan. Mashina bo'ladi degandan keyin kallasiga kelyapti. Shundayda kreditga hatto sal bir jonliroq pul bilan mashina olsa, yaxshiroq mashina oladi. Shunisi 20-30 atrofida. 20 million, 30 million, 35 million, 40 millionlab to'lov qilsa, bir yaxshiroq mashinani chiqarib oladi. O'zi Cobaltda ham chiqaveradi aka, masalan. Cobaltlar 20 million, 25 million, 30 million Cobaltlar chiqadi, Gentra'lar ham chiqadi. Gentra mexanika so'raganlar bor. Cobalt avtomatlari necha pulga chiqadi kamida deganlar bor. Cobaltlar misol 22 millionga chiqadigan ana Gentra'lar bor, avtomat, lukli, hamma narsasi bor. Zo'r, bir tomchi kraskasi yo'q. Umumiy probeglarmi? Probeglar qaytmagan, bemalol bo'ladi. Ashlarni olib minsa bo'ladi. 100% garantiya u mashinalar. Bir kishini akkuratni haydasa, shu kreditdan inson ham olib chiqib ketadigan mashinalar. Men bir narsa garantiya beraman. Osiyo avtokreditni ustun tomoni bir narsasi. Har doim aytaman. Osiyo avtokreditni ustun tomonini mashinaning zo'rini beramiz. Ilk men bu yerga krashinli mashina tiqib qo'ymayman istaganimga. Shu mashina mayli kimdir aytishi mumkin, sizga ham qimmat, bir kishi telefon qilib Akmal aka qimmatlashdi, qimmatlashgan joyim yo'q.
Men bergan moshinada lubo joy bilan solishtirib ko'rishaversin. Tan narxini aytib eshittirib beraman. Mashina bilan mashina farqi bor. Xuddi shunday. Birov keyin pachkalar orasiga keladigan bo'lsa, pachka kobitlari 165, 166 xuddi shunday narxga beryapman. Kobitlar qimillagan, lekin menga eski narxga turibdi hali. Sizda eski narxda kecha yakshanba Toshkentda edik. 12600 deb turgan Kobulda 13300 gacha deb turibdi. Lekin menga eski narxga, shu kun ham 5 ta, 6 ta Kobul sotdim. Pachka olishdi. O'sha eski narxida turibdi hozir. Eski narxga turibdi. Surxondaryoga berdim, Samarqandga berdim shu kun ham. Qarshini o'ziga 4 ta berdim. Aka videomiz bugun 30-iyun kuni qo'yilsa, erta yo indindan odamlar kelmoqchi bo'ladi. Shu narxda berasizmi? Paka shu narx. Mana haftasiga 2 marta qo'yamizki. Chorshanba kungacha shunday turadi. Chorshanba kuni nimadir yangilik bo'lsa, qarshi men aytaman. Keyingi videogacha turadi bu. Keyingi videoda yangilik bo'lsa aytiladi. Xuddi shunday. Damazlar Rasrochka bemalol hozir imkoniyat zo'r bosishsin. Damaz olaman degan akalar uchun Rasrochka bosinglar. Kelinglar 50% to'laysizlar, qolgan o'zini narxi bo'lib berishga. Yoki 30 millionga ham chiqadi, 32 millionga ham chiqadi. Hech nima qo'shilmaydi, olish kerak. Damaz oluvchilar zo'r. Damaz van olaverish kerak. Imkoniyatda borida foydalanib qolish kerak. Xuddi shunday. Aka bu 18-19 larni endi boshqacha yo'l bilan sotilmaydimi? Endi sotishga harakat qilamiz, baribir endi yo'lini topamiz. Kapital bank orqali 18, 19 lar sotilayotdi. Keyin Hamkor bank orqali 19 larni beryotdik. Ularni ham yo'lini qilamiz, keyingi reklamamizga yana yangilik bo'lsa aytib, bir sinama aytib o'tib ketamiz. Xaridorlarga iloji boricha yengil variant ko'riladi. Xuddi shunday. Unda aka ma'lumotlarimiz shumi hozircha? Shunday. Ish vaqtimiz har kuni. Har kuni bemalol kelishaversa bo'ladi. 7 kun ham ish, telefon nomerlar ishlayapti. Uzoq viloyatdan keladiganlar uchun yotar joylar ham bor. Mana kecha kelayotgan surxondaryoliklar hozir ishi bitib ketadi. Kechga kelib damini olib polovni. Shunisi yaxshida kechga kelib damini olib, men bugun ishim bitadi, yana ketadi, uyqusi kelmayapti, zato maza qilib ketadi. Abid o'zimiz bilan birga qilishadi, shaka kelganlar. Tomonlama hech qanaqa muammo yo'q. Manzillarimiz aytildi video boshida. Telefon qilsa, lokatsiya tayyorlab beramiz. Unda aka sizga rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Charchamanglar qancha obunachilar. Har doim gapim, menga hammadan arzon deb aytmayman, lekin menga arzon deganligidan arzon chiqishiga 100% kafolat beraman. Mashin zo'r deganlarga ham menikidan zo'ri robotchi mashinlar garantiya 100% men bera olaman. Xohlagan yerga olib borib, menga 50 ming so'm baraka berib, olib ketishsin, 2 soat vaqt beraman, tekshirtirib, ko'rsatib, ustida hamma narsasi keyin kelsa dokumentni boshlayman. Shunday, bu yerda hisoblab qolinadigan mashinalar ham yaxshi mashinalar Xuddi shunday. Tanlov odam o'zini qo'li. Shunday. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, charchamang, odam ko'p.